alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun Qo'qondagi qurilish texnikalari do'konimizga beton mishalka apparatlarimiz yetib keldi. Hozir bu beton mishalka apparatlarimizni bir boshdan obzorini qilib sizlarga tanishtirib o'taman akalar. Bu beton mishalka apparatimiz 180 litrga mo'ljallangan bo'ladi akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol bu tomonga ham yoki bu tomonga ham to'kib bemalol foydalanishlaringiz mumkin akalar. Qulaylik qilish uchun dastaklar o'rnatilgan bo'ladi akalar. Ichlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Temirlari ham baquvvat, original temirlardan bo'ladi akalar. Motorlari ham ancha katta bo'ladi. O'chirib yoqadigan tugmachalari, kabellari qo'shib beriladigan bo'ladi akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, video tagida nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib buyurtma berishlaringiz mumkin akalar. Yoki shu Qo'qondagi qurilish texnikalari do'konimizga kelib bemalol xarid qilishlaringiz mumkin akalar. Bu ko'rib turgan mishalkalaring aravachali mishalkalar deyiladi. Stashga qo'yish uchun usta akalarimizga maxsus yaratilgan bo'ladi akalar. Balonlarini ko'rishlaringiz mumkin. Ancha katta holda bo'ladi. Motorlari ham baquvvat akalar, ko'rishlaringiz mumkin. Bu beton mishalka apparatimiz 220 litrga mo'ljallangan bo'ladi. Bu kattasi esa 240 litrga mo'ljallangan bo'ladi akalar. O'chirib yoqadigan tugmachalari o'zini datchiklari bo'ladi. Ko'rsatib turadigan akalar. Motorlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. 205 kilovat bo'ladi akalar. 280 380 toklarga bemalol ishlab beradigan bo'ladi akalar. 180 ga tushib ketsa toklaring umuman qismaydi. Motorlari ham original motorlardan bo'ladi akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bizlarda 180 litrdan 160 litrdan boshlab 240 litrgacha bo'lgan beton mishalkalarimiz mavjud akalar. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yishni unutmang. E'tiborlaring uchun rahmat.